Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq. Men Andijondan 11 nafar farzandlar onasiman. Men bunaqa video xabar bilan chiqish niyatim yo'q edi, maqsadim ham yo'q edi. Dadamizni ijtimoiy tarmoqda juda ko'pchilik taniydi, biladi. Og'riyotgandan ham xabari bor. Men shu kunlar kelishidan qo'rqqan edim. O'zi anchadan beri siqilib, diqqat olib bitta kasalni oshirgan edi. Endi bora 2-3 ta bo'ldi bu kasalimiz. Bugun iftor mahaldan keyin og'rib qolganda doktorga borsak, hozirgi kunda o'zi oxirgi payt davolanganda ham yuragi ko'tarmasdan oxirgi davolanmay chiqqan edi. Bugun doktorga borsak, jigari ham kasal ekan, yuragi ham kasal ekan. Kelganimizdan beri hozir ukol dorisini olib dam olib yotgan edi. Majburman chiqishga. Meni dadamizdan boshqa, farzandlarimdan boshqa suyanadigan hech kimim yo'q. Men bu video orqali sizlardan yordam so'rab, iltimos qilib chiqdim. Agar ro'za kunida yordam qilsanglar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shuncha farzandlar bilan o'tirib kelganimizdan beri yig'lab, endi dadamiz borda biz hamma yo'g'imizni qilar edi. Hech kimga muhtoj qilmar edi. Endi biz qo'limizdan hech nima kelmar ekan, uyda o'tirib shu farzandlar boqishni bildik xolos. Men uchun juda og'ir. Dadamiz bu videoni ko'rsa ham, xafa bo'lsa ham mayli deb bugun shu videoni qilib chiqishga majburman. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bloger Farhod Temirtilloman. Bugun biz Andijonga 11 nafar farzandi bor do'stimning uyiga boramiz. Do'stimning 7 ta bolasi maktabga borgani usti boshi yo'qligi uchun haligacha maktabga borgani yo'q. Yil tugayapti. Xabar olgani borib kelamiz. Guruchlar dehqonchilik, Temirtirnoq nimadan daromad qiladi deysizlar? Temirtirnoq yiliga 30 gektar sholi ekadi. Do'stimga bizdan hadya. Xudo xolasa Andijonda ko'rishamiz. Ko'rishguncha. Xudo xolasa mana Andijonga kirib kelyapmiz. Xo'p, uylari mana oddiy uy, mana shunaqa oddiy uy. Hech qanaqangi bir hashamat emas. Ertalab yo'lga chiqqanmiz soat 8larda. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. O'rmonlar. O'tiribsizlarmi? Charchamasdan. Ramazon muborak bo'lsin. Ro'zalar muborak bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ijtimoiy tarmoq faollari, bloger Farhod Temirtilloman. Xabaringlar bor, biz faqatgina Ramazon oyida ihsonlar yig'amiz va boshqa oylarda faqat 2 marta yoki 3 marta nari borsa, o'shanda ham eng sharoiti og'ir bo'lgan va haqiqiy yordamni, ihsonni yoki bo'lmasam o'sha zakot ro'zalarni haqiqiy egalarini topib borib o'sha yerda suhbatlashamiz. Realni qolaversa bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatishlaringiz mumkin va Telegram kanalimizda har bir qilayotgan ishlarimizni birinchi qismi va ikkinchi qismi, ya'ni qilinayotgan video va oxirida qilingan o'sha ihsonlarda hisobotlar berib boriladi. Biz bugun Andijonga kelganmiz. Birodarim, do'stim 11 nafar farzandning otalari bugungi kunda o'sha oldingi qaytalangan o'sha jigarlarda bo'lgan kasallik, yuraklarda bo'lgan kasallik bilan yana og'rib qoldilar. Qolaversa hozirgi kunda atigi 20 million so'm yig'ildi. Allohga shukr, 20 million yig'ildi. Endi hozir bolalar qachondan beri maktabga chiqqani yo'q? O'tgan yil sentyabrdan beri shu 7 nafar qizim, bitta o'g'lim chiqmayapti. Maktabga chiqmayapti. 7 nafari chiqmayapti. Maktabga sharoit yo'q. Sharoiti yo'q. O'tgan yil shu o'zim ham murojaat qilganman, shu mana ta'til paytida mutasaddilar meni shu qo'llab-quvvatlab yuboringlar, shu trikotaj seximizni ochaylik,
30 ish o'rinli joy qilib qo'yganmiz. Kelgusida 60 ish o'rinli joy. Shu daromadga kirib olsak, shu farzandlarimizga ham qiynalmasdan kiyim-kechaklarni qilamiz. Bu yil agarda qo'llab-quvvatlamasanglar va tadbirkorlik faoliyatimga to'sqinchilik qilsanglar, ularga kiyim qilib bera olmayman deganman videoda ham. Endi mana sentyabr keldi, shu mana kiyim qilib bera olmadik, sharoit bo'lmadi. Keyin mana o'qishlardan qolib ketdi. O'z xabaringiz bor undan oldin. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq. Men Andijondan 11 nafar farzandlar onasiman. Men bunaqa video xabar bilan chiqish niyatim yo'q edi. Maqsadim ham yo'q edi. Dadamizni ijtimoiy tarmoqda juda ko'pchilik taniydi, biladi. Og'riyotganidan ham xabari bor. Men shu kunlar kelishidan qo'rqqan edim. O'zi anchadan beri siqilib, diqqat olib, bitta kasalni oshirgan edi. Endi bora-bora 2-3 ta bo'ldi bu kasalimiz. Bugun iftor mahaldan keyin og'rib qolganda doktorga borsak, hozirgi kunda o'zi oxirgi payt davolanganda ham yuragi ko'tarmasdan oxirgi dori davolanmay chiqqan edi. Bugun doktorga borsak, jigari ham kasal ekan, yuragi ham kasal ekan. Kelganimizdan beri hozir ukol dorisini olib dam olib yotgan edi. Majburman chiqishga. Meni dadamizdan boshqa, farzandlarimdan boshqa suyanadigan hech kimim yo'q. Men bu video orqali sizlardan yordam so'rab, iltimos qilib chiqdim. Agar ro'za kunida yordam qilsanglar, Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Shuncha farzandlar bilan o'tirib kelganimizdan beri yig'lab, endi dadamiz borda biz hamma yo'g'imizni qilar edi. Hech kimga muhtoj qilmar edi. Endi bizni qo'limizdan hech nima kelmar ekan. Uyda o'tirib shu farzandlar boqishni bildik xolos. Men uchun juda og'ir. Dadamiz bu videoni ko'rsa ham, xafa bo'lsa ham mayli deb bugun shu videoni qilib chiqishga majburman. Qo'linglardan kelgancha yordam qilsanglar, davolatishimiz zarur ekan. Ham yuragini, ham jigarini. Shuncha farzandlarim, qora ko'zlarini baxtiga salomat bo'lsin. Iltimos yordam qilsanglar, xursand bo'laman, duo qilaman. Endi ozmuncha pul ketmar ekan bu davolanishga, ham yuragi, ham jigariga. O'zi yoshligida jigari 2 marta kasal bo'lgan edi. Oxirgisida 130 kilodan 67 kiloga tushib qolgan edi. Mana shu uylanishdan oldingi rasmi 130 kilo bilan og'rib 67 kilo bo'lib qolgan edi. Hozirgi kunda ham bir oyda ichida 15 kilo vez tashladi o'zi og'riyotgandan beri. Alloh hech kimni bunaqa dardlar bilan sinamasin. Farzandlarimni baxtiga salomat bo'lsin. Bizni dadamizdan boshqa hech kimimiz yo'q. Yordam berganlarga duo qilaman. Ro'za kunida yordam qilinglar. Davolatishga, operatsiya qildirishga muhtojmiz. Iltimos. Karta raqamni qo'yaman. Kim qo'lidan kelgancha yordam qilsa duo qilamiz. Shuncha farzandlarim bilan farzandlarim Qur'onlar o'qiyapti. Har kuni zikrlar qiladi. Xudo xohlasa qilgan insonlarda duo qilamiz albatta. Bizdan qaytmasa Alloh minglab savoblar yozsin. Negativlar yozilmasin, majburman chiqishga. Bizni dadamizdan boshqa hech kimimiz yo'q. Yordam beradigan ota-onam ham o'tgan. Qaynotam ham o'tgan. Majburman. Negativ yozmanglar, faqat qo'linglardan kelsa yordam qilsanglar xursand bo'laman. Hozirgi kunda o'zi bir oy oldin do'konimizni ham sotuvga qo'yganmiz. 3-4 kun burun uyimizni ham sotuvga qo'yganmiz. Qaysi biri bo'lsa ham tezroq sotilsa davolanardi, ishlarimizni yo'lga qo'yib olardik degan maqsadimiz bor edi. Endi bugun ko'ksdan bunaqa xabar kelib qoldi. Tezroq davolanmasa bo'lmar ekan. Facebookda juda ko'pchilik tanib, hurmat qilishini bilaman. Durusalarini ham ko'pligini bilaman. Lekin hozir yashash oson emas, hech kimga oson tutmayman.
10 ming, 15 mingdan tashlaganda ham 10 mingta, 15 mingta insonga og'ir malol kelmaydi. Iltimos yordam qilinglar. Alloh suygan bandasiga beradi. Musibatni ham, dardni ham Alloh bizni suyibdi. Mayli sabr qilib, shukur bilan iloj chiqib olaylik. Duoda bo'linglar, yordam qilishinglarni iltimos qilaman. Karta raqamni tagiga qo'yib yozib qo'yaman.